Mirzo Ulug'bek tumani Sayram Avenue'dan 1-2 sotuvli 5 xonaga tayyor yashashga sharoitlari bilan birga xonadonimiz sotilyapti. Mana shu orqamizda ko'rasizlar, uglovoyga tushgan 2 qavatli bo'ladi. Remontlari ham o'rta holatda, hozir ichkari kirishdan oldin sizlarga lokatsiyani yaxshilab tushuntiraman. Mirzo Ulug'bek tumani Sayram Avenue 4-ko'cha bo'ladi. Mana shu kirib kelish ko'chamizda bo'ladi. Yonimizda mana diplomatiya maktabi joylashgan bo'ladi. Bunaqasi ko'chani ham ko'rsatib yuborasiz. Bizning xonadonimizga mana shunaqasi kiramiz. Kelinglar. Oldida lekin elektr stansiyalari ham bor ekan, tok bor ekan. Bundan bilsanglar ham bo'ladiki, xonadonimizni bemalol podofis qilib foydalansak bo'ladi. Kirish darvozamiz bu yoqdan bismillah. Kirib kelamiz. Bitta avtomobil bemalol sig'adigan sharoiti bor. Ixchamgina hovlisi, yashil zona, tapchanli zona qilib qo'yilgan ko'rasizlar. 2 qavatli mana shunaqa xonadonimiz bo'ladi. Bu yoqdan o'tiradigan zonalar qilib qo'yilgan. Hozirgi paytda bu xonadonimizni podofisga $3000 so'rab turishgan ekan, boshqa yoqdan kelib. Agar sotib oladigan bo'lsanglar ham xohlasanglar, yashasanglar bo'ladi, xohlasanglar topshiriq qo'yib, arendani maza qilib olib o'tirsanglar bo'ladi. Sizlar bilan ichkanini mana shu eshikdan kirib ko'ramiz. Ketdik. Hovlidan xonadonimizga kirib kelamiz. Eslatib o'taman, umumiy 5 xonadan iborat xonadonimizda. Ketdik. Bir xo'jamizni ko'rasizlar, uzun yo'l qilingan. Mana shu yo'l orqali xonadonimizni xonalariga o'tamiz. Endi remont holati eski, lekin suviga baquvvat, bemalol boyitgandek podofis foydalansanglar, ishkalat remont qilib turib maza qilib soqa qiladigan joy. Kirib keldik, garderobnidan o'tib, o'ng tarafda bizda studiya formatda oshxonamiz o'tiradigan zonalar bilan birga uголовник divallari. Xullas, mebel texnikalarni shuni tashib ketamiz deyapti. O'zingizlar bemalol gaplashasizlar bo'ladi. Oshxonamiz mana shunaqa ixchamgina uyutning qilib qo'yilgan, hamma jihozlari, katerning tizimi ham mana shu yerda joylashgan ekan. Xolodilniklargacha bor. Ketdik. Endi xonalarga to'xtalamiz. Mana shu yo'lik bilan kelganda chap tarafdan bizda kattagina mehmonxonamiz, mana ko'rishingiz mumkin va yon qismidan bo'lsa kattalar yotoqxonasi yoki o'sha qariylarga mo'ljallab qo'ysanglar bo'ladi yoki bolalarga mo'ljallab qo'ysanglar bo'ladi. Va shuni ro'parasida umumiy hojatxona, yuvishxona ham sharoitlari bilan birga qilingan, kengina bo'lib turibdi. Xonadonimizning 2-qavatiga bu yoqdan chiqamiz, tepani ko'ramiz. Ikkinchi qavatga chiqib kelar ekanmiz, zinapoyamiz atrofini ko'ryapsizlar, kartinkalari bor, biralari, lyustralari ilingan. Mana shu yo'lak bilan xuddi birinchi qavatga o'xshab, bu ham kichkinagina yo'lak qilingan. Mana shu yo'lak orqali xonalarga o'tamiz. Ikkinchi qavatda 3 ta xonamiz bor, eslatib o'taman. O'ng tarafdan bizda bolalar yotoqxonasi qo'yilgan, mana neobishli bo'lib turibdi. O'tiradigan stol-stullar bilan birga mana tabiiy gullari ham bor ekan, tashqariga qaragan derazalari mavjud. Ketdik, bu xonadan chiqamiz. Ro'parasdagi xonasi mana master bedroom, ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, bu ham tashqariga qaragan derazalari, xonadonimizda polniy, cho'pli pol va radiator tizim bilan ta'minlangan bo'ladi. Garderobniklari mana strunli qilib tayyor qilib qo'yilgan va shuni o'rtasida bo'lsa umumiy hojatxona, yuvishxona joylashgan bo'lsa, yo'ligimizning oxirida yana bitta xonamizni, yana bitta kattalar yotoqxonasi yoki bolalar yotoqxonasi qilib foydalansak ham bo'ladi. Derazalari bor, radiatorlari o'rnatilgan, issiqqina xonadonimiz bo'lib turadi. Umumiy 5 ta xona, 2 qavatli, 1-2 sotuvli, 120 kvadrat metrga ega mana shu xonadonimizni zo'r joyda joylashgan, lokatsiyasi bomba, Mirzo Ulug'bek Sayram Avenue shundoqqina diplomatiya maktabi ro'parasida joylashgan bo'ladi. Narxini $245,000 bilan baholashyapti. Mana shu holatiga suviga zo'r, baquvvat, podofis qilsanglar, videoni boshida aytganimdek, juda ham zo'r bo'ladi. Yaxshi pullasanglar ham bo'ladi yoki o'zingizlar ham ofisga olib qo'ysanglar bo'ladi. Lokasiya chunki bunga arziydi. Qo'shimcha ma'lumotlarni pastki raqamlarga qo'ng'iroq qilib, joy egalari bilan birga baraka qilsanglar bo'ladi.